Barchalarga assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan Shohboy. Bugungi videoda biz Anger Stack serverda bo'ladi. Media rankimni qaytib oldim. Biro kapitanga juda ham katta rahmat. Ular bo'lmaganlarida hozir media rankim minusda bo'lardi. Xo'sh. Serverda endi mayoq ham bor ekan. Mayoq bor. Ichiga kira olmaymizmi? Kira olamizmi? Kira olmas ekanmiz. Mayli, mishiqmi? Nima bu? Pingvinmi? Xo'p, frog olib qo'ydi. Bilsanglar kerak. O'tgan videoni kommentariyasida yozdilar. O'zlari kim olib qo'ydi deb. Mana frog olib qo'ydi, lekin Yahyobek nimaga? Yo'q, nimaga media? Adolatsizlik. Yasiko Kombeyga ham hozir kirib nima model berdilar. Hech bo'lmasa helper bersalar ham bilanim qilmasdi. Tak guys, mana yerda qanaqadir narsa qilib qo'yilibdi. Buni frog qildi kecha. Xo'sh, o'zimning asosiy akkauntimdan Shohboyni 3 ta edi. Hozir bu old Shohboy bitta. Mana e'tibor bergan bo'lsanglar. Xo'sh, akkauntimni chopishdi deb o'ylashdi ba'zilari. Original bo'lsangiz, men kommentimga yozing deyishdi. Biro kapitan. Yozdim kommentariyalarga. Yozsam, manligimga haqiqatan ishondilar. Mana hop, mana shuni yozamiz. Endi podcast xullas, biro kapitanga kattakon rahmat. Ular bo'lmaganlarida men mediasi qolardim. Va aytsaylik, bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, like bosmani unutmanglar. Zamon unutmang. Aytsaylik. Sizga alohida gap. Kommentariy ham yozishni unutmang. Hammaga xayr, sizlar bilan Shohboy bo'ldi. Ko'rishguncha bye bye.